El Clasico ilk bor qachon o'tkazilgan bilasizmi? Men sizga aytib beraman. Ungacha videoga like bosing va sahifamizga obuna bo'ling. Jahon futbolida azaliy to'qnashuvlar borki, Clasico deb qo'yishadi va bu turdagi uchrashuvlar juda ham ko'p. Ammo Ispaniyada dunyoni ikkiga bo'lib yuboradigan to'qnashuv bor. Bu El Clasico. Bu shubhasiz barchamiz sevib tomosha qiladigan Real Madrid va Barselona qarama-qarshiligi. Zero bunda nafaqat futbol, balki siyosat, tarix va madaniyat ham katta sahnaga chiqadi. Chunki Kataloniya uzoq yillardan buyon Ispaniya mustamlakasi hisoblanadi. Natijada mustaqillikka intilish va qirollik o'rtasidagi bahs futbol maydoniga ham ko'chgan desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Barselona va Real Madrid ilk bor 1902-yil 13-may sanasida qirol Alfonso 13 sharafiga bag'ishlab o'tkazilgan musobaqada to'qnash kelishgan. Unda Barselona qirollik klubidan 3-1 hisobida ustun kelgan. O'sha paytlarda qaymoq rangliklar Madrid FK deb nomlanardi. Ahamiyatlisi mazkur qarama-qarshilik o'sha paytlarda El Clasico deb nomlanmagan. Bu atama 1920-yildan boshlab ishlatila boshlangan. La Liga doirasida Real Madrid va Barselona ilk bor 1929-yil 17-fevral sanasida to'qnash kelgan. Les Corts stadionida kechgan bahsda mezbon Barselona 2-1 hisobida raqibidan ustun kelgan. Ma'lumot uchun bu jamoalar hozirgacha rasmiy musobaqalarda 263 bor to'qnash kelgan. Real Madrid mazkur o'yinlarning 106 tasini g'alaba bilan yakunlagan bo'lsa, Barselonaning 105 o'yinda qo'li baland kelgan. Duranglar soni esa 52 ta. Qirollik klubining eng yirik g'alabasi 11-1. Ko'k anor rangliklarda bu raqam 7-2 ni tashkil qiladi. Eslatib o'tamiz, Ispaniyaning o'zida bir qator El Clasico'lar bor. Ammo dunyo e'tibor jihatidan Barselona va Real Madrid to'qnashuvi bulardan ajralib turadi. Bu mumtoz o'yin haqida batafsil to'xtalmadik. Kelasi safarlarimizda yanada ko'proq gaplashamiz. Ungacha esa bizni kuzatishda davom eting.